Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan New York cheesecake-ni tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa qolip 22 santimetrli pechene. Pechenlarimizni maydalab olamiz va ustiga sariyog'ni eritib solamiz. Bir xil massani esa aralashtirib olamiz. Bir xil massa kelguncha. Sariyog'imizni aralashtirib olib, uni esa qolipimizga solib olamiz. Qolipga urvoqlarimizni solib, tekislab olamiz va chetini esa yana stakan yordamida bortiklarini chiqarib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilganidek. Endi esa krem osnovasiga o'tamiz. Kremimizni shakar bilan aylantirib olib, bir xil massa hosil qilamiz va ustiga 4 ta tuxumni bitta-bittalab solib, aylantirib olamiz. Bir xil massa hosil bo'ladi. Bir xil massa hosil bo'lgandan keyin esa qaymog'imizni solamiz 250 gram va ustidan bir osh qoshiq kraxmal, vanilin va limon soki solib, yana yaxshilab bitta aylantirib olamiz. Ko'pirib ketmasligi kerak. Massamiz esa tayyor holatga keladi. Massamizni, pechenimizni 10 minut gaz pechiga qo'yib olgan bo'lamiz va o'sha tayyor massani pechenimiz ustiga qo'yib, bir tekislab olamiz. Va pishirishga 150 gradusga yuboramiz. Cheesecake'imiz ham tayyor. Buni esa 6 soat xolodilnikda saqlab, 6 soat xolodilnikda saqlaganimizdan keyin esa bemalol tanovul qilish mumkin. Sizga esa uy sharoitida ozgina bo'lsa ham shirinlik tayyorlashlarga foydam tegayotgan bo'lsa, xursandman. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.